mani nima deydi, ko'kka ko'taradigan, tiriklang go'rga tiqadigan mana shu oilamni ayollar. Mana sen, qizim, tushunasan? Hozir mana kelyapman, ikkita maktab o'quvchisi. Besetkada o'tirib, og'iz burun o'pishyapti. Shunaqa azartda yondan o'tib ketaman bilmayapti. Tushunasan? Shu pokoleniya shunaqa bo'lib tursa, men bilan pokoleniya nima bo'ladi? Joningda yuradi, tushundingmi? Qizimiz katta bo'lib qoldi, o'zi pastga tushib o'ynab kelsin. Katta bo'lib qoldi, maktabga borib kelsin. Bunaqa narsa men eshitmayman. Maktab tugatib, o'zini egasiga topshirmagungacha yonidasan, tushundingmi? Agar sizlarni orqangizdan ortiqcha nimadir eshitadigan bo'lsam, mana shu eshikdan mayib chiqarib yuboraman.